Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Alhamdulillah. Hadiyaxon onajon, sog'misiz, salomatmisiz? Quvonchli kunlaringizda kayfiyatingiz ham a'lomi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi bo'lsin. Hamisha tavallud kunlaringizni ko'taring kayfiyatda o'tkazyapsizmi? Yaxshi, rahmat. Boringizga shukronalar. Avvalambor mana shunday muborak kunlar, qutlug' ayyomlar, tavallud kuningiz sizga muborak bo'lsin. Rahmat, Tanijoningiz sog' bo'lsin. Tashakkur. Hamisha yaqinlar ardog'ida farzandlar, nabirajonlar hurmatida bo'lib yuring. Hamisha sevilib, aziz mukarram bo'lib yuring. Biz Telegram tarmoqlarida faoliyat olib borayotgan Yaqin insonimga izhorim tabriklar loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Feruza Bonu bo'laman. Onajon, sizni tabriklab qo'yish maqsadida biz bilan bog'langan qadrdonlaringiz borlar. Ular o'zlarining qalb so'zlarini siz uchun qoldirganlar. Nima deb o'ylaysiz? Kim bo'lishlari mumkin? Kim bo'lishi mumkin, onajon? Qizlardir, kelinlardir. Albatta, ular ham hamrohlik qilib qolganlar. O'g'illardir. Bizning mo'tabarimiz, munisginamiz, jannatimiz deya nabirajonlardan kutgan bo'larmidingiz? Qaysi birlaridan? Muhammad Aziznikin. Qizlardan. Qizlardan Muslimaxon Oydinoy. Mashallah. Nabirajonlaringiz juda ham ko'p ekanlar, to'g'rimi? Jasminamikin. Sarvinozxon. Norxon. Safiyaxonlardan kutgan bo'larmidingiz? Bo'lardi. Albatta, sizni dunyo qadar yaxshi ko'rar ekanlar. Ular o'zlarini ajoyib tabriknomalarini yo'llab qoldirganlar. Ularga albatta hamrohlik qilgan holda o'g'illaringiz Bahodirjon, Bahromjon, qizlaringiz Hamidaxon, Hakimaxon, kelin qizlaringiz Sadoqatxon, Totiyoxon, to'g'rimi? Diloromxon ham sizni qutlab qolganlar. Rahmat, anjorlari sog' bo'lsin. Albatta. Onajon, ijozat bering, go'zal nomalarni ulardan qabul qilib oling. Qabul qilasizmi? Rahmat sizga ham hurmatingiz ajratgan qimmatli vaqtingiz uchun. Assalomu alaykum. Yuzlari nurligim, so'zlari shifoligim, qo'llari duoligim, har bir so'zi qudratligim, har bir duosi ijobatligim, har bir nigohi ibratli buvijonim. Hamisha biz farzandlar, nabirajonlar uchun harakatda bo'lgan, har on duolari ila yo'limizni nur kabi yoritgan. Biz dilbandlar uchun yashagan, umrini baxshida qilgan mehribonim, fidokorim buvijonim. Biz sizni ushbu muborak kun tavallud ayyomingiz, go'zal buvijonim, go'zal bahoringiz bilan tabriklaymiz. Mehribonim buvijonim, gulim rayhonim, jannatdan kelgan yagona insonim buvijonim. Ilohim dunyo turguncha turing. Ushbu go'zal kunlar sizga qutlug' bo'lsin. Baxtimizga doimo sog' va salomat bo'ling. 100 yoshingizda ham bag'rimizni to'ldirib, bizni quvontirib yuring. Bizga o'zingiz bosh bo'lib, hamisha yonimizda suyanch tog' bo'lib turing. Oppoq yuzlariga tabassum yarashgan buvijonim, borligingiz asli baxtdir. Nasihatingiz, maslahatlaringiz davlatdir. Sizdek insonning izdoshi ekanmiz, biz omadlimiz. Qimmatligim buvijonim, so'zlari shirin bolim. Robbim sizni hamisha shunday sevsin. Ikki dunyo saodatining eng go'zali bilan siylasin. Katta hajlar sizni ko'p bora chorlasin. Hoji onalik maqomi sizga ming bora nasib qilsin. Mehribonim, biz hamisha xizmatingizda turamiz. Jannatlarni hadya qiladigan solih farzandlaringiz bo'lamiz. Biz sizni qalbimizning qo'ri bilan yaxshi ko'ramiz. So'zlaringiz shirinbol, nuringizdan quyosh lol, farishtasiz ehtimol, buncha yaxshisiz buvijon. Iforingiz gul rayhon, yuragingiz keng rayyon. Sizsiz bog'imiz payhon, buncha yaxshisiz buvijon. Deya shunday go'zal nomalarni nabira qizlar nomidan qabul aylaysiz. Rahmat. Tanijollari sog' bo'lsin, umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Ilohim. Katta qizlar bo'lsin. Albatta. Hadiyaxon onajon, nabirajonlar danagidan mag'iz shirin deyshadi-ku, to'g'rimi shu? To'g'ri. To'g'ri, albatta. Abirajonlaringiz ham borlarmi? Yo'q, hali. Mashallah, albatta abirajonlarni ham begonasigacha ko'ring, onajonlari, buvijonlari. Albatta, rohatlarini hamisha ko'rib yuring. Barchalarga yaxshi ko'rishingizni ayta qoling, xursand bo'lsinlar. Hammasini yaxshi ko'raman. Rozisiz ulardan, to'g'rimi?
Ha, roziman-da. Barchalardan albatta hamisha rozi bo'lib yuring. Sizni rozi qilib yuradigan farzandlar, nabirajonlar hamisha chopqillab xizmatingizda turishsin. Quvonchli kunlaringiz mana shunday ko'p bo'lsin. Mehribon farzandlar, nabirajonlar ardog'ida sizni sevadiganlar bag'rida yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling, salomat bo'ling. Rahmat, taniylar sog' bo'lsin sizlarga ham. Tashakkur go'zal duolar uchun. Sizlar ulug' bo'lsin. Ilohim Robbim rozi bo'lsin sizdan. Salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Aytib tilaklar bugun tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun. Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun. Tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun. Tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak. Tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak. Tavallud kuningiz muborak. Bu kun didorga bir bahona, sof ko'ngillarga to'ldi bu koshona. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona. Tavallud kuningiz muborak. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona.